لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Assalomu alaykum o'rta Osiyo musulmonlari. Men sizlarni yangi yil bilan tabriklayman. Yana yillargacha o'ynab kulib tinchlik, omonlikda yurishlikni so'rayman Alloh taolodan. Inshaalloh men aytgan mana bu yil Qo'sh martdan chiqadigan deyilgan yil edi. Yana 2027-21-martgacha deyman. Bungacha albatta tayyorgarlik ko'rib men sizlarga xabarlar yetkazib turishim kerak. Men nasranimdan bir ikkitasi bizda yomon so'kinib yozibdi. Men ham so'kinishga haqliman, so'kinib yozib blok qilib qo'ydim, lekin bunaqa insonlar oramizda juda ko'p. Hatto o'zini juda oralaringga birinchi raqamli qilib ko'rsatgan insonlar haqida gaplashamiz, keyin Qodiyoniy haqida gaplashamiz. U kerak nima uchun? Ahmad Qodiyoniy degani bo'lgan ekan 1800-yillarga uni internetga qachon tug'ilgan 1909-yillarga o'lgan 18 yoshga kirib o'sha haqida bilsanglar uni yomonlab yozgan har xil gaplar qilib aytishgan. Har bitta ulamodan, bitta mulladan gapirsangiz o'zi bilgancha gapirgan. Men ular to'g'risiga nima demoqchi bo'lsam aytmoqchimanki, u hammasi Alloh taolodan kelgan. Ya'ni u birinchi soxta mahdiylarning birinchisi, avvalisi u Imom Mahdiy haqida gapirilgan Abdulaziz Fardi gaplarini eshitsanglar, u bomdod vaqtiga o'xshatilgan Imom Mahdiyning chiqishi. Ya'ni Imom Mahdiy chiqqan paytga birinchi qora bomdod bo'lib, fajri kozib bo'ladi, keyin fajri sodiqmi bo'ladi deganda, o'sha qora bomdod bo'lib, qarayib keyin oqarib, qorayib yana ikkinchi bomdod, haqiqiy bomdod keladi degan. Birinchi qora bomdod u Ahmad o'sha kishi Ahmadiylar nimasi edi, sektani boshlig'i jamoatini o'zini islomman degan bo'lsa, bu degani Mahdiyning kelishiga tayyorgarlik bo'lgan, Iso alayhissalom o'lgan degan. Haqiqatan ham o'lgan, chunki har bir jon o'lim nafsini totguvchidir degan oyatdagi muvofiq Iso alayhissalom o'lgan, uning ruhini ko'tarilgan osmonga. Mana shu har bitta payg'ambar kelgan paytga o'sha yolg'on narsalar bo'ladi, xohlagan kishi ishonadi, xohlagan kishi ishonmaydi. Xuddi shunday imtihon dunyoga turibmiz. Imtihon bilan sinaladi. Sizlar ham sinov ustiga turibsizlar. Mahdiy chiqqanga 30 ta soxta mahdiylar ham chiqadi, 30 ta dajjal ham degan. Masalan, nima uchun 30 tasi chiqadi? Shular ichida faqatgina bittasi haqiqiy, 30 tasi yolg'onchi bo'lgani uchun, sababi haqiqatini o'zlarining tanlab olish, o'zlariga imtihon qilinasizlar shu bilan. So'kinadigan kuntalarga javobimda so'kinmasdan gapirim kerak edi. La'natlarni bir yomon tush ko'rdim, shunaqa la'natlarni hovlisini ko'rdim, la'natlarni aftiyo qilmaydi yo'llarni g'asb bilan odamlar pulini tortib oladiganlarni, haromlarni pulini o'yiniga turdim. Shu haromzodalar mana shunaqa internetda ham bulg'aydi, insonlar chekizlaydi. Alloh taolo shunaqa yaratgan, shunaqa viruslar, haromzodalar. Yana o'sha Ahmadiylarni sektasida u yashab o'tgan. Alloh taolo o'sha Mahdiga tayyorlash uchun 1800-yillardan 100 yil oldin buni tayyorgarligini ko'rgan. Uni soxtaligini nima sababi nima demoqchilar? Chunki 10 ta katta alomat bo'lmadi uning davriga. Qo'sh martdan chiqishi ham bo'lmadi. Masalan, men aytmoqchiman, Qo'sh martdan chiqishi g'arb mamlakatlari islomga kirishi bu. Rossiya inshaalloh, keyin Yevropa, Amerika bu birinchi etapga, ikkinchi etapga Xitoy va Hind keyin majbur bo'ladi islomga kirishga deyapman. Mana shu bu Qo'sh martdan chiqishining ma'nosi. Buni da'vat qildimi, qilmadimi? Kitoblar yozgan eshitishim bo'yicha u o'sha davrda aytgan Hindistonga qarshi Angliyani qurol bo'lib o'shalar xizmat qildi, boshqa qildi demoqchi bo'lgan aytgan gapiga odamlar olimlaring, men aytmoqchimanki, san ham saroy mulla bo'lib xizmat qilyapsanlar yo boshqa bo'lib qaysi bir nimaga xizmat qilasan. Insoniyat hayot mana shunaqa. Bizlar kimgadir xizmat qilamiz, kimgadir qo'g'irchoqda foydalanamiz ustimizdan. Hozir men Mahdi ko'chaga chiqqanim bilan hech narsa o'zgarmaydi. Xuddi mana shunaqa. Buni mana shu bor insonlardan foydalanishimiz kerak. Kuniga ateistlar bilan jang qilib, bahs qilib, chet eliga 72 ta firqa bilan jang qilib, basha qilib, qurollashib, to'g'ri mazhab olinishi kerak. Lekin shunaqalarni og'zidan men san lider degan superlaring hammani qo'yil qilib, hadisdan, oyatdan, raqami bilan mot qilib aytganlaringni ketidan yerga shib ketayotganlarga aytmoqchimanki, o'sha san aytadigan ketidan yerga shaydiganlaring aytibdiki, Hazrat Umarni davriga ham deyapti, nima xatolik bo'lgan, xalifalik bo'lmaydi, bu unaqa bo'lmaydi, yashab bo'lmaydi demoqchi bo'lyapti-da. Xalifaligi u 7-8-asrlarga qolib ketgan
dedimi yoki u islom bilan Qur'on shariat bilan yashab bo'lmaydi demoqchimi? Lekin yashab bo'lmaydimi, qoladimi, yo'qmi, men bir aytib ketadigan odamman. Allohning buyrug'i mana shu Qur'on va hadisga kelishlik buyurilgan bu. Konstitutsiyalar o'rniga qo'yilishligi bu. Keyin mana shu O'rta Osiyoni yangi sanlarda ketishing, mana shu yerdan ketishing, O'rta Osiyodan Yevropa, Amerikalarga ketishing, Koreyalarga dinni yoyishlik uchun Alloh taoloning maqsadi bu. Sanlar ana shunga xizmat qilishing kerak, majbursanlar mana shu migrantlar, men senga aytmoqchi bo'lganimki, mana shu bu, boshqa hech narsa emas. Dajjol haqida hattoki mana shu men degan olimlaring ham, shayxlaring ham ergashib qoladi. Dajjol shunaqa bir hamma Nuh alayhisalomni men eshitdim. Nuh alayhisalom ogohlantirganlar, hatto qavmini eshitganman. Xristian dinini albatta Musa alayhisalom ogohlantirganlar. Hech qaysi millat payg'ambar yo'qki o'zini millatini, qavmini ogohlantirmagan bo'lsalar degan ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu Dajjol mana shunday narsaki, yaxshi yashayapmiz deyapsan, mana demokratik tuzum yaxshi deyapsan. Qanchadan qancha birlashyapsan, ya'ni muxolifat deysan, boshqa insoniyatni yaxshi yashash uchun kurashyapsanlar, harakat qilyapsan. Lekin agar mana Qur'onni olinglar, mana bu hadisga kelinglar degiday bo'lsa, lubboy bittaga ham yo bu hadislar unaqa buzilib ketgan, yeringlarga deyapsan, bundan mullalaring, Qur'onni olamiz deyapsan, Qur'oniylaring qaysi biring, musurlaring. Lekin Alloh buyurgani mana shu O'rta Osiyo din mazhabda olishlik bu. Ana shuning uchun harakat qilish kerak, tezlashtirish kerak deyapman. Tarqatinglar videoni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Antikrist yoki Dajjol bu demokratiya, demokratik tuzum yelkasida tog'dek non bo'ladi, non bu oylik yoki boylik. Hozir hamma musulmonlar Amerikaga, Yevropaga ishga bormoqda. Aynan O'rta Osiyo musulmonlari. Ya'ni yelkasida tog'dek bo'ladi, non bo'ladi deylar. Tog' milliard tonna bo'ladi. Uni xazina, dafinalar ergashib ketaveradi uni ortidan deganlar. Ya'ni ertaga qayerga tilla bor, qayerga uran, neft, gaz bor, hozir shu olimlar topyaptimi? Shu yevroy olimlarini ko'rdim, masalan, Gitler haqida bitta videoni ko'rdim. Gitler yevriylar turgan ekan, moliyalashtirgan, uni hamma hozirgi mana bu kino sanoatlariga ham yevriylar tepasiga deyilgan. Ya'ni shu yevriylarning o'ziga mana shu zamonaviy narsalarni hamma rivojlanishni xohlayaptimi? Yevriylarning ham o'sha ahli kitob bo'lsa, kimga qarshi, islomga qarshi turibdimi? Hozir ko'ryapman, islomiy davlatlarga birontasiga yadro quroli yo'q. Yadro qurol bitta Rossiyaga bormi? Ko'rib turibsanki, o'shalarga qarshi chiqadigan bir Rossiya turibdi. Bitta kunta haromzoda mana shu so'kingan ekan, bu haromzoda kunta oxirgacha videoni eshit sukadan bo'lgan. Ona endi so'kudimi, lekin onalar so'kish to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun mana shu erkakni erkakka o'ylantiradigan, ayolni ayolga o'ylantiradigan, nikohga rozi bo'ladigan mana shu konstitutsiyalar bu Dajjoldir. Ya'ni Qur'on Karim va hadisga asosida tuzilmagan har qanday konstitutsiya bu Dajjoldir. Insonlar to'qib bo'lgan. Alloh buyurdimi, Alloh buyurganini qilish kerak. Alloh buyurdimi, senlar menga bo'ysunishing kerak, tamom. Boshqa narsani mendan kutmagin, boshqa narsani mendan so'ramagin. Musulmonman deb sezadigan bo'lsang, musulmonni o'zingni tasdiqlaydigan bo'lsang, tezroq ruscha videolar qo'yishimiz kerak. Rossiyani, Yevropani, Ukrainani, 15 ta yangi davlatni, eski davlatlarni islomga keltirishimiz kerak va Yevropa, Amerika qarshi turishimiz kerak. Kerak bo'lsa har dunyoga qarshi turishimiz kerak. Ya'ni bu yangi poshshoni 3 ta bolasi bo'ladi degan hadis, yangi bir-biri bilan urush qiladi ular, otasi o'lgandan keyin yangi mansab uchun Makka ham deyilgan, yangi Ka'ba ham deyilgan boyliklaringizda bu SSRda. SSRni qayta tuzishimiz kerak, islom bilan tuzish kerak. Ya'ni SSR bu yangi hozir yana kurashyapti, 3 ta bolalari bu Ukraina, Chechen, yangi Rossiya kurashyaptimi shu yangi nima uchun, tron uchun, yangi davlat nimasi uchun. Bu mana shu hech kimga nasib qilmaydi degani, ya'ni hech kimga nasib qilmaydi, bu yangi urush davom etaveradi. Rossiyaga ham tinchlik bo'lmaydi. To islomga kelmagunicha bu davom etadi. Shuning uchun tezlashtirish kerak. Insonlar sinaladi. Hamma o'sha payg'ambarlar chiqqan paytga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqqan paytlariga ham insonlar sinalgan, ba'zi kofir bo'lib ketgan, ba'zi musulmon bo'lib ketgan. Mana sizlar ham mana shunday sinov ostida turibsizlar hozir. Mana shu 30 ta kozib deganing 30 ta yo'lga chorlaydi internetdan, xohlasalar ma'naviyatini video qilib chiqishim mumkin. Yangi chiqqan mahdiylarning soxtasi ham kamga 10 ta bir yaxshi insoniyatni bir nima uchun, foydasi uchun gapirgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.